Endi mana Realtiyaga gilosini ekyapmiz. Ko'ryapsizlar, bitta litrlik ko'ryapsizlar. 3 metr bo'lyapti. Tasha Muhammadjon. Bismillahirrohmanirrohim. Tasha. Tasha. Mana tupoqdan olib tashlaymi? Tasha. Yasha. Ko'p tupoqdan tashladik. Mana endi ana suvni quyamiz. Bo'ldi, ana suvni quying. O'zim quydim. Ozroq bo'lsa ham quyapmiz hozir. Xo'p. Endi tupoq tasha. Yana ozgina suv quyishimiz kerak. Tasha. Tasha. Yana bir piyola tashladim. Xo'p. Mana endi bunday qilamiz. Xo'p, bo'ldi mana. Qisqasi o'sha payvand bo'lgan joyi mana bu yerda ko'rinib turibdi. O'sha payvand bo'lgan joyni ilojim boricha ko'nmaslik kerak. Faqat o'sha yerdan har xil chirish holatlari kelib chiqishi mumkin kasalliklar. Mana ko'rlaymi? To'g'ri. Buni bitta litrlik qilib chiqamiz. Xudo xolisa menlarda meva kurtalar ham bor ekan mana. Kelib ko'rsatdim mana ular. Mana bu tomonida. Mana bu yerda meva kurtay bor mana qaranglar. Mana bu yerda meva kurtay mana yana. Mana meva kurtay. Xo'p. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.